365. Garant 255 dollar. İşlash funksiyasi qanaqa bo'ladi? Rабочий modelь stand. Ha. Yoki mana bu 260. Bu Hoffman 260 dollar ekan, 6 kilolik. Mana. Sral 260. Hozir budjetli variantlarchi, bratan? Ha? Eng byudjetli. Mana shu budjetli variantda Hoffman 6 kilolik. Подержу в любом случае. Hoffman 8 kilo. Sanyer eng arzon 295. Qaysilar? 135 dolar. 150 dolarga 135 dolar. 150 dollar, 250 ming so'm ekan mana. Eng fullar nechi pul? 95 dollar. 80 mingdan 200 minggacha yangi mehmonxonamiz ochildi. Ya'ni Star Hotel'da ikkinchi filial. Xuddi shu Star Hotel'ni yonida joylashgan do'stlar. Xonalar do'stlar 66 tadan iborat, bemalol 180 ta odamni bemalol kutib oladi. Assalomu alaykum hurmatli do'stlar, yaxshimisiz, charchamayapsizlar? Malika bozorga tushdim. O'zimga bitta MacBook oldim. Shu bois do'stlar, sizlarga bir Malika bozordan narx-navolar ko'rsatib o'tay degan maqsadda iPad oldim, iPad do'stlar. Kattasidan. Xullas mayli. Bitta bu texnikal narxlarni ko'rsatib o'taman Malika bozordan. Assalomu alaykum aka, yaxshimisiz? Bir narxlarni ko'rsatib o'tsam bo'ladimi? Narxlarni tanishib qilsang bo'ladimi? Kiruvchi mashinalar necha puldan minimum? Eng minimum. Mashina 255 dollar. Qaysilar aka? Qaysi bu? Indesit 255 dollar. İşlash funksiyasi qanaqa bo'ladi? Rабочий modelь stand. Ha. Yoki mana bu 260. Bu Hoffman 260 dollar ekan, 6 kilolik. Mana. Sral 260. Hozir budjetli variantlarchi, bratan? Ha? Eng byudjetli. Mana shu budjetli variantda Hoffman 6 kilolik. Подержу в любом случае. Hoffman 8 kilolik. 365. Garantiya, bratan. 10 yil motor. 3 yil o'ziga. O, Toshibalar. Qanaqa budjetli variant Toshibani? 340 dollar 6 kilo. 6 kiloligi 340 dollar. Bu bo'lish narxi yoki kelishadigan joyi bormi aka? Mana. Toshiba. Ko'ringlar, bu yoqda Beko, arzon variantda Beko. 360. 6,5 kilo Turkiyaniki. Ha, Turkiyaniki. Mana burada. Kunlar isib ketdi, konditsionerlar. Qanday aka, konditsionerlar? Sanyer eng arzon 295. Qaysilar? AUX. AUXlar. 295. Inverter 12 talikda. Xo'p, xayrlar, vot, mana bunaqalar bor ekan. 460 dollar xayr, 12 talik inverter. Yana budjetli variantdan ko'rsating aka. Bo'ldi, qolganlar premium. Mayli, sog' bo'l. Средний. Здесь вы не найдете. А. Daikin, Mitsubishi, Tadiran, Yamaha. Ular уже premium, а? Это уже дорогие, по 1500 долларов, по 2000 долларов. Rahmat aka. Sog'lik, salomatlik. Mana plissos bor ekan. Aka, assalomu alaykum. Narxini bilib kelsak bo'ladimi plissosni? Necha pul ekan? Hozir trenddagi plissos mana shumi aka, o'zi yuvib? Yo'q, bu suxoy. Bu suxoymi? Necha pul narxi aka, bo'lish narxi? 135 dan boshlanadi. O'zim mana Abu Sahida polni chiqarib yuraman-da, ko'rsatib yuraman. Narx-navo qanday? Abu Sahida qaraganda ozroq qimmatroq-a yo bir xilmi? Firma bir xilcha. Bularchi? 135 dolar. 165 dolar, 185 dolar. Ishlash funksiyasi qanaqa bo'ladi aka ular? Bularda eng bilinadigan farqi shnurda bo'ladi. Misol uchun mana bu model bilan mana modelda farqi bunda shnuri kirib ketadi, knopkani bossa. Bunda shnur osilib turadi. Ha, osilib turadi. Ha, shunday ekanda, farqi udobnisi bor. Agar eng katta ob'yomlarga, qalin gilamlarga qo'shni bo'ladigan bo'lsa, mana Toshiba. Ha, mana Toshiba bo'lar. Ham bu nimalarga, moykalarga ham ishlatadi buni? Moykaniki aslida bundan kattaroq bo'ladi. Bu mana uchastkalarga, xonadonlarga, misol uchun sunburlarning qalin gilamlar bo'ladi. Bunday plisoslarni bir xil payt kuchi yetmay qoladi-da. Asfaltolmay qoladi. Bular bitta shu ushlaganda gilamni shunday sug'urib oladi. Nech pul narxi? 150 dollarga 135 dollar. 150 dollarga 135 dollar. 21-22 kilolik. O, eng dushmanski mana bu. Nech pul buni narxi? 115 dollar. 115 yo, 115 dollar ekan. 50 dollarga ham bor-da. 50 dollarga bu firmani o'zini skidga bergan. Aka, kunlardan isib ketdi. Konditsionerlar narxlari qanday o'tirdi konditsionerlar? Vaqti keldi konditsionerda. 315 dan boshlanadi primerlar. Ha, 315 mana. Mana do'stlar, inverter 315. 12 talikmi bu? 12 talik inverter motor. Aha. Grey zavodda chiqadi. Grey zavodida. Bo'lishi necha pul bo'ladi?
keyin taqilgan 315 narxi garantiya bor. Ha, mana bular pastdagi primer. 480. Dizaynga qarab narxlar o'zgaradi-da, to'g'rimi? Dizayn, model, zavodiga qarab, bittasi grey zavod bo'lsa, bittasi. Hozir hadovlar qaysi ko'proq? Hozir hadoy, yoki Mideyalar, ha? Mideyalar necha puldan olsa bo'ladi 12 talik invertorlarni? $435 eng minimumi 12 taligi. Yaxshilik degani. Mana shu yerdan qaysi biri? Mana shumi? Mana shu do'stlar, mana. Eshiklaring. Bo'ldi. Toshkent bozoriga aksiya qilib bersangiz, nomeringizni qo'yib qo'yaman lekin. Qaysini aksiya qilasiz? Konkretni shu. bo'yin aksiya. Ha, bo'pti do'stlar, mana bu Sony A28-do'kon yonida mana shu do'stimiz ishlaydi. Mana kerak bo'lsa bemalol ko'rishlaring mumkin. Xonadon uchun. Ha, Instagram xonadon uchun gap yo'q. Ishlaga olma, sog'lik salomat, charchamang. Xo'p. Parraklar vaqti keldi. Og'a, narxni bilib ketsak bo'ladimi? Nech puldan? 250 mingdan qaysi birlari? Boshlayman, mana 250 ming so'm ekan mana. Eng fulli nech pul, eng yaxshilari? Qaysi $50? Bitek. Ha, mana bumi? Bitek. Ha, mana bumi? Ha, mana bu bitek. Mana shu pultlimi? Ha, yo'q-a. Nech pul bu? 650. Bo'lishi. 650. Kullerlar ko'p ekan, nech pul kullerlar? Qaysilar $100? O, mana. O'rtacha o'zi $100 da, to'g'rimi kullerlar? Mana do'stlar, $100 dan mashina ketaveradi. Men $100 arzoni ham bormi? Qaysilar $100 arzon? Oldim. Mana bularmi? Yo'q, mana. Ha, mana bular. Azur qayerdaki bu? Xitoy aka xolos. Xitoy. $100 dan kammi bular, nech pul? 95. $95. Ha, bo'pti. Xullas adresini tashib ketaman. A27 mi? A20. Mana ukaning nomeri. Shu yerda. Charchamang. Mana qancha kerak? Gaz plitalar. Aka, gaz plitalar budjetli variantlari bormi? Nech pul? Assalomu alaykum. Tuzingizda aka, charchamayapsizmi? Bir Malika bozoriga aylanishga keldim. Makbuk oldim, bir narxlarni ko'rsatib o'taylik. Qana ko'rsataylik, qaysilar bor? Hop. Eng arzon nech pul edi Ahmad aka? YouTube. Bo'pti, Toshkent bormi? bozor. Malika bozor. Malika bozor. Ya, Toshkent bozor hozir Malika bozorda yuribdi. Toshkent bozor hozir Malika bozorda yuribdi, obzor qilib. Kabzor qotgan ekan. Qani aka? Arzon ko'rsin, zo'r budjet variantini ko'rsating aka. $177. Qaysilar aka? Mana bu bizlarda shaharda patishlarimiz ko'pda, bu sahiga borishga erinadi ko'pchilik. Kesildi, mana chiroyli qilib beramiz. Qani funksiyasi? Обычный oddiy bo'ladi. Zajgalkariylar mana $235 dan boshlanadi. Duxovkasi, Gazda polni cho'tki yonadi. tepa past bor, ha? Tepapas yonadi. Aha, xo'p. Gaz kontroli bor. Yana qaysilar? Mana bular bor yaxshi, mana $235. $255 dan. 255. Artel o'zimizniki ekan-a bular? Artellar mana. Artellar. Xo'p. Garantiyasi 3 yil cho'tki ishlab beradi. Kiruvchi mashina eng arzon nech sizlarda? Avtomatmi? Pol avtomatmi? Avtomat. Pol avtomat. Ha. 1.300.000 dan boshlanadi. 1.300.000 dan qaysi bir aka? 2.5 milliondan boshlanadi. 2,5 million. Mana bular? 1.300.000. Avtomatniki 2,5 million. Qaysilar? Mana 980 mingdan. Mana bular? 980 ming bir kishilikka. 2.5 milliondan boshlanadi. Qaysilar? 2,5 million avtomat. 6 kilolik Artel ekan. 2,5 million, ha? Yaxshi, 2,5 million. Xolodilniklarchi? Xolodilniklar 3 million 100 mingdan boshlanadi. 3 million 100 mingga qaysini olsa bo'ladi, aka? Mana shu Vista bor, mana Artelniki bor. Mana Artel. Qaysi объем aka bo'ladi? Объемni o'ziga qarab mana bu 167 litr, 187 litr ketadi. 167 litrlik nech pul bo'lishi? Mana bu Ha, 3 million 100 ming mana shu. 3 million 100 ming. Yaxshi aka. Yaxshi ma'lumot uchun rahmat. Morozilnik, mana. Morozilniklar. 4 million 200 ming. 4 million 200 mingga necha litrlik bu aka? 250 litr. 250 litrlik. Mana. Keyingisi 4 million 800 ming oynali bo'lgan. bu 4 million 800 ming oynali bo'lganligi uchun. Shu qisqacha ma'lumotlarni berib o'tirdik, do'stlar. Mayli. Necha? A25 ro'parasi. Charchama aka. Hop. Dashuramiz. Mana. Endi misol uchun ko'pchilik Abu Sahiga borgisi kelmaydi. Shu bois qiziqadi. Malika bozorida narx-navosi qancha deb. Shu tayyor uyda o'tirib mazza ko'rsa faqat sizlardan podдержка
Like'lar bosib qo'ysalar ham bo'ldi do'stlar. Boshqa muammo yo'q. Muammo yo'q boshqa. Mana plisoslar bor. Telefon. Assalomu alaykum aka, tuzimisiz? Narxini bilib ketsak bo'ladimi? Charchamayapsizmi aka? Toshkent bozoriga. 5 million. Bu необычный bu. Belarusda Gefes firma. Ha, Belarusda Gefes. Ishlash funksiyalari qanaqa aka bo'ladi? Sensor vaqt ko'rsatadigan joylari ham bor ekan-a? Tepa pas, keramika, xalq rasvetkalari bor. Qancha bo'lish aka? Bo'ladigan firma qo'yadi. Ha, firma qo'yadi, ha? Mana bu yoq turetskmi? Turetsk fason? Hamma Belarus, ha? Belarusning eng arzon gaz plitasi nechi pul? 3 million. Qaysi pulda? Mana bular 3 million ekan. Ha? Ha, mana bumi? Ha, 3 million ekansiz. Mana do'stlar 3 million. Bular nechi pul aka? 5 milliondan oshadi. 5 milliondan oshar ekan bu. Dizayn chiroyli ekan, mana eng arzoni mana bu. Mayli aka, charchamang. Ishga omad. Hop. Mana do'stlar. Malika bozor. Lekin kun isib ketdi. Bu tomon vashi dushni ekan do'stlar. Dushni. Chunki tepada tunika tom. Xo'p, LG. Assalomu alaykum aka, tuzimisiz? Bir narxini bilib kelsak bo'ladimi LG'larni? Eng budjetli variant nechi pul aka? Narxi. $200 mi? Yo'q, 6 kilolik. Qaysi bir aka? 200 kilo. Ha, bu yerda yo'q. 6 kilolik LG $200 ga olsa bo'ladi. LG emas. Zipler bo'ladi. Ha, Zifler, ha. LG 350 dollar. Eng arzon 350. Ha, eng arzoni 350. Ziflerda 6 kilolik ha, o'zim ham ko'rdim. 190, Abu Sahiylarda 197, 195. 200 endi Abu Sahiyda ham 150, 5-10 dollar qimmatroq bo'ladi. Yaxshi. Xo'p, aka, rahmat. Media. Boş. Assalomu alaykum. Aka, yaxshimisiz, bratan? Здорово. Сколько сам дешево, борщ? 804. Стиральная машина. $1. Самый дешево. 804. О, 30% скидка. Это сколько будет? Конкретно. О, борщdan do'stlar, mana borщики, lekin bosh qimmat ekan. Eng arzon. O, это белый сколько стоит? Там 9 kilolik ekan, 1000. 30% skidka. Это $1000, да? Xullas do'stlar, $1000 atrofiga olar ekansiz mana, 9 kilolik borщ. Rahmat. Charchamang. Ana ishlang. Borщga qimmat ekancha. Xo'p, obzorimizni do'stlar, bo'lmasa oxir qatorga yaqinlashib qoldik. Tugatamiz, albatta podeshkada bo'lasizlar. Xudo xolasa, keyin sizlarga yana ko'rsatib o'taveramiz. Hammaga omad, yaxshini ko'rishguncha sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Like bosgan qo'llaring bab ko'rmasin. Obzor qilib yuribman, opajon. Obzor qilib yuribman bozorni. Shidasizlar. Charchamanglar.